ikkitasi shu o'rtoq. Nima gaplar o'rtoq? Farqlarni yarashdimi? O'rtoq men qanaqa farqlar qo'ydim? Men hozir futbolger bo'lib ketganman. Bloger. O'rtoq men reklama bor-da. Reklama qilib ketdi o'rtoq. Nech pul bergan menga? Voy, eksponenti demaysanmi? Eksponenti men buni ichaman. Belokda bu. Mana shekerda qilib yurmaysizlar-da. Shuqillatib, protein tayyorlab yurmaysizlar, o'zi avtomatik tayyor. Shuni ichasizlar, qult ichasizlar-da, keyin yog'ni tars otib yuborasizlar musoriga. Qo'qillatib qo'yibsizlar. Men buni ichib qo'ydim, o'tiraman sani poylab. Rizq, nima deydi ani? Rizqimda bu, ko'rsam rizq meni qo'li yuradi, oyna. O'rtoq sen. Men sizlarga mana shu kichik narsa qarab, 30 beloki bor. Endi buning ham 30 vashi zo'r. Ana tuvruklari chiqqan. Ungalar zakaz qilganman. Meni soyamda sen ham yeb olsan, ichib olsan. O'rtoq unaqa minnat qiladigan bo'lsang kerak emas edi. Ani pulingga sotib olmanga nomanda, menga kelyapti, sen ham qo'llatib ichib olsan, og'ayni. O'rtog'im bilan reklama bor, taklif yo'q. Men qara o'lganimdan keyin tovutdim, og'aynim